Assalomu alaykum. E'tiboringizga Laretto LVC2201 siklonli changyutgichni yig'ish va undan foydalanish bo'yicha batafsil video qo'llanmani taqdim etamiz. Ushbu videoda biz qurilma bilan ishlashning barcha bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Yig'ish jarayoni juda oddiy. Assimilyatsiya shlangini assimilyatsiya teshigiga chertish ovozi eshitilgungacha kiriting. Yechish uchun konnektordagi tugmalarni bosing. So'ngra tutqichni metal teleskopik quvurga ulang va plastik tugmacha yordamida uzunligini sozlang. To'plamda universal nozzle mavjud. Oyoq tugmasi yordamida silliq pol yoki gilam qoplamalari rejimini tanlashingiz mumkin. Motor blokida tirqishli va mebel uchun mo'ljallangan ikkitasi birda nozzlni saqlash bo'limi mavjud. Qurilma quvvati 2200 Watt. Elektr simini tortayotganda sariq belgiga e'tibor bering va qizil belgidan o'tkazmang. Quvvatni kamaytirish uchun tutqichdagi havo valfidan foydalaning. Chang idishni tozalash uchun qulf tugmasini bosing. Konteynerni oling va bo'shatish tugmasini bosing. Filtrga xizmat ko'rsatish, konteyner qopqog'ini soat miliga teskari burab yechib oling. Plastik filtrni iliq suvda yuvish mumkin. Diqqat! Qopqoqdagi chang filtrini suv bilan yuvish qat'iyan man etiladi. Uni faqat yaxshilab qoqib tozalash kerak. Chiqindi havo filtri yon tomonda joylashgan. Uni ham yuvish mumkin. O'rnatishdan oldin barcha qismlar to'liq qurishi kerak. Assimilyatsiya quvvati pasaygan taqdirda chang idishi to'lib qolmaganini tekshiring. Filtrlarni tozalang va tutqichdagi havo valfi yopiq ekanligiga ishonch hosil qiling. Shuningdek, nozzllar va quvurda to'siqlar yo'qligini tekshiring. Agar elektr simi to'liq o'ralmasa, uni biroz torting va o'rash tugmasini yana bosing. Birinchi marta yoqilganda o'ziga xos hid kelishi yangi qurilmalar uchun normal holatdir. Laretto LVC2201 changyutgichi qulay saqlash tizimiga ega. Pol nozzlini qurilmani orqa qismiga mahkamlang. E'tiboringiz uchun rahmat. Ishni boshlashdan oldin to'liq yo'riqnoma bilan tanishib chiqing.